Malibu bir avtomobil mashinamiz. Lekin sosteniyasi zo'r. Egasida turibdi. Dehqon egalari. Malibu bir nima deyapti? Do'stlar, salon qismiga yetib keldik. Salon qismiga yetib keldik. Insonlarni ham teshlatib ko'ring, xotirib tashlang. Salonlar nima deyapti? Salonlar. Rulni qaranglar, shu bomba rullar ham. Ichki tablolari, nima deyapti tablolari? Sidinalar vaqtlar ko'p ekan, zo'r ekan lekin. Sidinalar mexanika. Narxlarni 1500 deyapti. Lekin raqamlarni o'qilar ekan. Salonlar. Bo'laga narxni aytib o'zimga ko'p to'g'ri beraman. 9 7 9 8 ga yepandi obeddan keyin dedi. Dadam bilan maslahat qilib 10 dan jicha o'tib bering. Olaman mashinani. 2 marta keldi ikkita mana yepandi bilan. O'sha gaplashmas. Menga kichkina mashina kerak. Mana o'sha. Nexia 3 bor. Bo'laveradi. Ben просто o'g'ilga Matiz Spaga olib berishim kerak. 2024 Nexia 3 bor. U qimmatdir. Yurganim hech qancha salondan chiqqanda o'zim mashinangiz bo'laveradi. Endi agar nimasi gaplashamiz. Agar ma'qul kelsa, undan qo'ying. 24-yil Nexia 3 oqmi? Noyabrda chiqqan. Uyi boshqalar gaplashyapti. Eshiklar. Hop, narxiga keladigan o'zi narxlarni narxiga aytadi o'zlari.